Kimga keragi bor buni? Yapon futbolini kelajagi. Umidli yosh futbolchilar. Bularning birontasi ham meni qiziqtirmaydi. Biz bu o'yinni yutish uchun kelganmiz. Keyin nima bo'lishini bizga qizig'i yo'q. Mag'lubiyat o'lim bilan barobar. Bu yo'lda esa hech kim o'lishni istamaydi. Men dunyoning eng zo'rlari qatorida bo'lmoqchiman. Isagi-kun, Himoga o'xshab nasihat qilmayman menga. Bizga boshqa narsani o'rgatmagansiz.